Aytdim Mbappeni buni. To'g'risini ayt. Realni yaxshi ko'rasan, yaxshi ko'rmaysan? Yo'q, Barsa. Lewandowski, Yamal, Rafinha, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Casado bor. Haqiqiy Barsa muxlisimisan? Ha. Marcos Rashford, Junis Kunde bor, John Garcia bor, Ter Stegen bor. Barataban kim edi? John Garcia. Kecha yomon turdi. Ha. Yorib qo'ydi. Ha. Visca Barça, Visca Catalunya. Bitta aytib qo'yish ne edi? Visca Barsa, Visca Catalunya. Malades. Haqiqiy Barsa muxlisi. Siz nima aka? Ha? Siz Men ham Barsa. O'xshamayaptimi? Ha? Nima o'xshayapti? O'xshayaptimi? Realchilarga nima deysan? Birinchi gol kim urdi? Birinchi golda Dani Olmo. Malades. Ikkinchi golda Rafinha, uchinchi golda Lewandowski. Ikkita Rafinha urdi, jinni. Ikkitasi, bittasi Lewandowski urdi. Bittasi Lewandowski urdi. Ikkita gol Rafinha urib chiqib ketdi. Bittasi Dani Olmo urdi. Dani Olmo urmadi. Ko'rmabsan-da. O bosh vaqt sharmanda qilib qo'yapsan. Real Madridda kim urdi? Bilmadim, ko'rganim. Bittasini Vinicius Junior urdi. Malades. Visca Barsa? Visca Catalunya. Visca Barsa? Visca Catalunya. Malades, boss.